Onajon shu tomoq rosa qattiq og'riyapti. Nima qilsak bo'lar ekan, ha? Shu ham problema emas. 5 sekund taxal qilamiz. Mana buni qaynoq kuydirib bersang, ertalabgacha otday bo'lib ketasan. Tomog'ingiz og'riganda issiq choy yoki issiq sut ichib tez tuzalib ketaman deb o'ylashingiz katta xato ekanligini ilmiy faktlar bilan keltirib beraman. Siz esa videoni oxirigacha ko'rib, albatta like bosib qo'ying. Tomog'ingiz achishib, og'rib turgan vaqtda issiq choy yoki sut ichishingiz tomoqdagi yallig'langan joyni, shilliq qavatini kuydirib, holatni yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin. Sababi organizmni yallig'lanishga qarshi kurash funksiyasi susayishni boshlaydi. Bu o'z-o'zidan holatingizni kuchaytiradi. Keyingi fakt, yeninglagan joyda issiq ichimliklar juda ham yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sababi shilliq qavatni bir qavat kuyib, ochilib qolgandan so'ng infeksiya tayyor turibdi, yering o'sha joyga tushib, holatingiz yana ham kuchayib ketishiga olib keladi. Issiq ichimliklar, limon choy yoki sut kabilar ayni o'sha ichgan vaqtingizda tomog'ingizni yumshatishi mumkin, lekin keyingi holatlarda esa ahvolingizni og'irlashtiradi. Endi esa lor sifatida tavsiyamni berishdan oldin sizlardan so'ramoqchiman. Siz ham tomog'ingiz og'riganda issiq choy yoki bo'lmasa limon choy, sut kabilarni ichganmisiz? Javobingizni izohlarda yozib keting. Tavsiyam esa tomog'ingiz og'rib turgan vaqtda xlorgeksidinli antiseptik vositalar bilan, furasilin bilan, romashka bilan tomog'ingizni tez-tez chayib turing va issiq emas, iliq suvni ko'proq iching. Sababi bu tomoq shilliq qavatini namlab, ularni yumshatib beradi. Videoni e'tiborsiz qoldirganlar aptekada qimmat dorilar uchun navbatda turishingizga to'g'ri keladi. Men yaqinlarimda bunday bo'lishini xohlamayman. Agar siz ham xohlamasangiz, yaqinlaringizga bu videoni yuborib qo'ying va albatta profilimga obuna bo'ling.